Assalomu alaykum. Bugun formula Brahmagupta degan formula bor. O'shani isbotini ko'ramiz. Geron formulasini o'zi mana yarim perimetr deb olsak, demak bu qavat to'ldirchakka tashqarini chizish imkoni bo'lsa va to'rtta tomoni aniq bo'lsa, yuzini topsak bo'ladi ekan. Demak, yuzini topish formulasi Geron formulasini o'zi. Buni endi isbotini ko'ramiz. Isbotida nima qilamiz? Demak, mana shunday bitta diagonalcha o'tkazamiz, diagonalcha. Demak, aygara chizish imkoni bo'lishi uchun bu D burchak bilan B burchak qaramaqasi 180 gradusga teng bo'lishi kerak. Demak, 180 minus alfa bo'lishi kerak ekan. Demak, mana shu ikkita burchak yerimiz 180 bo'lishi kerak. Diagonal o'tkazdik. Bundan keyin isbotini ko'ramiz. Isbotini ko'ramiz. Mana formulani isbotlaymiz. Demak, nima qilamiz bu yerda? S ABCD S deb olsak, shuni ikkita uchburchaklar yuzasidan yig'imiz deymiz. Demak, ABC qo'shilgan ADC. S ABC plus S ADC. Demak, bu bilan buni yig'indisi. Buni qanaqa qilib olamiz? Uchburchakning bor, 1/2. Ular masalan ABC'da S ko'payganda ular orasida burchaklar. S ko'paytirilganda ular orasida burchak sinus alfa. Ya'ni sinus 180 minus alfa ham sinus alfaga teng bo'ladi. Qo'shilgan 1/2 A ko'paytirilgan B, mana A ko'paytirilgan B, ular orasida burchak sinus alfa. Sinus alfa. Demak, buni qanaqa qilib yozsak bo'ladi? Buni 1/2 ni chiqaramiz, sinus alfani chiqaramiz, shunda AB minus CD shakliga keladi. Endi shuni kvadratga oshirsak, S kvadrat 1/4 AB plus CD bo'ladi. Demak, shuni kvadrati ko'paytirib sinus kvadrat alfa. Endi biz sinus kvadrat alfani 1 minus kosinus kvadrat alfa deb yozsak bo'ladimi? Buni ham qisqa ko'paytirishdan 1 minus kosinus alfa 1 plus kosinus alfa deb yozsak bo'ladi. Mana shunaqa shaklda. Shuni bilan olib borgan qo'shib bilan olib borishdan oldin biz nima qilamiz? Mana shu uchburchakdan bu uchburchakka ikkita uchburchak kosinus teoremasini qo'llaymiz. Demak, A-ning kvadrati, mana bu uchburchakka A-ning kvadrati bu D kvadrat plus S kvadrat minus 2DS kosinus 180 minus alfa kosinus alfa bilan bir plus o'tadi. Endi A-ning kvadrati teng bo'ladi A kvadrat minus B kvadrat minus 2AB kosinus alfa bilan. Demak, aslar teng bo'lgan ikkalasi tenglab kosinus alfani qo'shib bo'ladimi? Bo'ladi. Demak, kosinus alfani teng bo'ladi. Demak, mana shu yerdan shuni tenglashtirib ko'rsak, bu yoqqa o'tadi-da, bu yoqqa o'tadi-da, qo'shilgan bo'ladi. Demak, bu yoqqa o'tadi, bu yoqdan ayriladi. Demak, kosinus alfamiz, demak, A kvadrat plus B kvadrat mana shundan ayiramiz. T kvadrat plus S kvadrat taqsim 2 demak AB plus S degan bo'ladi. Demak, mana shuni o'zi bilib olsak, mana shu demak ikkita mana shu kosinus alfalar bor-ku, ikkita bo'ladi tagida. Mahrajda mana AB ning kvadrati bo'ladi. AB plus S ning kvadrati va mana bilan qisqarib ketadi. Demak, bu yerdan biz umumiy mahraj beramiz. Mana sin kvadrat alfani topib olamiz. Sin kvadrat alfani topgandan keyin umumiy mahraj berib mana keltirib olamiz. Demak, buni endi biz mana shuni keltirib olsak ham bo'ladi. Demak, bunday qilamiz. Sinus kvadrat alfamiz teng bo'lar ekan 1 minus mana kosinus alfa mana shunga. Buni o'zini mana yozsak, yozib olaylik buradan. Demak, A kvadrat plus B kvadrat minus
s kvadrat plus t kvadrat. Bu esa 2ab plus s d bo'ladi. Xuddi shunday keyin 1 plyusligi. 1 plyusligi ham xuddi shunaqa bo'ladi. A kvadrat plus b kvadrat minus s kvadrat plus d kvadrat taqsim 2ab plus s d bo'ladi. Demak, shuni biz nima qilamiz endi? Umumiy makraj beramiz. Umumiy makraj bersak, demak, buni bunga bersak, mana ikkilangani a bani, mana ikkilanganligi s daniki bo'ladi. Demak, bu tepasi qanaqa bo'ladi? Demak, makrajni birdan yozaylik. 4ab plus s d ning kvadrati bo'ldi. Mana makrajlarda ko'paytiriladi. Endi bu mana bu bo'ladi. S plus d ning kvadrati, minus mana bu a minus b ning kvadrati bo'ladi. Mana qarasiz. Xo'p, keyingisi. Bunda esa plus bo'lsa, demak a plus b ning kvadrati minusdan s minus d ning kvadrati bo'ladi. Bo'ldi. Bizda endi почти isbotlandi. Biz asosiy mana bu ifodani aniq turaylik. Endi mana bu narsa ham mana nima bo'ladi? Demak, qanaqa bo'ladi? Mana bu s plus d minus a plus b maktaji ani 4ab plus s d ning kvadrati. Keyingisi s plus d plus a minus b bo'ladi. Keyingisi mana bu a plus b minus s plus d bo'ladi va oxirgi qolsimiz a plus b plus s minus d bo'ladi. Demak, mana keldi. Endi bu yerda biz bitta narsa qilib olaylik. 2p yarim perimetr. Mana shuni belgilab olsak, s plus d deb olsak, demak 2p minus 2a qilsak, shuni ayirmasi chiqib chiqadi. Ya'ni 1 plus d plus s minus a. Tushunasizmi? Ikki tomondan 2 ani ayirib olsak, mana shunday. Xuddi shunday 2p minus 2 b bu ham a plus s plus d minus b bo'ladi. 2p minus 2 s ni ayirsak, a plus b plus d minus s bo'ladi. 2p minus 2d ni ayirsak, a plus b plus s minus d bo'ladi. Mana xuddi shu ifodani shuni olib qo'yamiz va mana bu yulduzchani davom ettiramiz. Qarangizlar. S kvadrat bizda 1/4 ab plus cd kvadrati ko'paytirilgan sinus alfani o'rniga mana narsa yozaman. Sinus alfani o'rniga mana olib yozaman. Faqat mana yerda masalan c plus d plus b minus a ni o'rniga 2p minus 2a qilib yozaman. Pastida 4ab plus cd kvadrati. Bunda 2p minus 2a 2p minus 2b 2p minus 2c 2p minus 2d. Mana shundan mana bu ketadi.
bittasi 4'lar 16 bo'ladi, bittasi 16 bo'ladi va shuni davomini yozib qo'yaman. Mana endi yozib qo'yaman. Teng bittasi 4, mana bu 2 lar chiqarsak, bu yerda 2 16 bilan mana 16 lar qisqarib ketadi-da. Demak, b minus a b minus b b minus c b minus d bo'ladi. Demak, s kvadrat shunga teng keladi. S kvadrat shunga teng keladi. S'imiz teng bo'ladigan iltizosida b minus a b minus b b minus c b minus d. Demak, Brahma-Gupta teoremamiz, formulamiz, isbotlarni yuzani topish formulasi, Geron formulasi pastda. O'sha Geron formulasini isbotini oldingi videolarda ko'rsatgandik. Xuddi